Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 12 fevral kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.287 so'm 31 tiyin bo'lib 22 so'm 68 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.644 so'm 2 tiyin bo'lib 22 so'm 10 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 158 so'm 83 tiyin bo'lib 81 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengasi 25 so'm 2 tiyin bo'lib 7 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.